Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochib beraman. Internetda ko'kkuy 1.3 sonli qonun pensiyasiz qoldiradi. Endi ko'pchilik chaqasiz qoladi. Staj yo'q bo'lsa, pensiya ham yo'q degan gaplar tarqalmoqda. Bu oddiy vahima emas, chunki masala har bir oilaga tegishli. Ota-onangizga, o'zingizga, farzandingiz kelajakda qanday ishlashiga ham bog'liq. Men bu videoda hissiyot bilan emas, mutaxassis sifatida tushuntiraman. Aslida nimadan qo'rqish kerak? Kimlar xavf zonasida, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar pensiyani saqlab qoladi? Qaysi xatolar esa odamni haqiqatan ham pensiyasiz yoki juda kam pul bilan qoldirishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin yillar davomida afsuslanmaydi. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya bu shunchaki yoshga yetganda avtomatik beriladigan pul emas. Pensiya tizimi odatda 3 ta asosiy narsaga qaraydi. Odamning yoshi, mehnat staji, rasmiy ishlagan davri va badallar yoki ijtimoiy soliq to'langan-to'lanmaganiga. Ya'ni davlat sizning men ishlaganman degan og'zaki gapingizga emas, hujjatga, elektron bazaga, mehnat daftarchasiga, buyruqlarga, ish haqi ma'lumotlariga, soliq va badal izlariga qaraydi. Oldi ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Men 20 yil bozor qildim, 25 yil ustachilik qildim, 10 yil chet elda ishladim. Demak qaraganda pensiya olaman. Mana shu yerda eng katta xato bor. Agar bu ishlar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, agar ish beruvchi sizni shtatga olmagan bo'lsa, agar ijtimoiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, agar mehnat daftarchangizda yozuv bo'lmasa, u yillar pensiya hisobida yo'q yilga aylanishi mumkin. Hozir odamlarni qo'rqitayotgan 930 sonli qonun atrofidagi gaplarning mohiyati ham shunga borib taqaladi. Pensiya tayinlashda rasmiylik, hujjat, staj va to'lovlar yanada muhim bo'lib qolmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Avval odamlar ko'p hollarda qog'oz bilan, tanish-bilish bilan, eski ma'lumotnoma bilan masalani hal qilaman deb o'ylagan. Endi esa tizim elektronlashgani sari qayerda ishladingiz? Siz uchun kim to'lov qilgan? Qancha oylik olgansiz? Qaysi davrda rasmiy bo'lgansiz degan savollarga aniq javob talab qilinadi. Bu o'zgarishning sababi nima? Sabab oddiy. Pensiya tizimi hammaga bir xil adolatli bo'lishi kerak. Kim 25 yil rasmiy ishlab, oyligidan soliq to'lagan bo'lsa, u bilan 25 yil norasmiy ishlab, hech qanday to'lov qilmagan odamning pensiyasi bir xil bo'lishi mumkin emas. Lekin hayotda ikkinchi tomoni ham bor. Ko'p odamlar ataylab emas, majburiyatdan norasmiy ishlagan. Ish beruvchi rasmiy qilsam soliq ko'payadi degan, odam esa oilasini boqish uchun rozi bo'lgan. Endi esa zarar ish beruvchiga emas, ishchining o'ziga urilyapti. Birinchi xavf guruhi uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, Dilshod 60 yoshga yaqinlashdi. U 1990-yildan 2010 yilgacha qurilishda ustachilik qilgan. Keyin 2010 yildan 2024 yilgacha xususiy brigadalarda ishlagan. O'zi aytadi, men 25 yildan beri mehnat qilaman, qo'limdan bolg'a tushmagan. Lekin hujjatni ochib qarasak, faqat 2002 yildan 2007 yilgacha bir korxonada rasmiy ishlagan. Qolgan yillar bo'yicha na mehnat daftarchasida yozuv bor, na soliq izi bor. Natija nima bo'ladi? U o'zini 25 yillik stajli deb hisoblaydi. Tizim esa uni 5 yillik rasmiy stajli deb ko'rishi mumkin. Mana shu odam eng katta xavf zonasida. Ikkinchi xavf guruhi chet elda ishlaganlar. Masalan, Malika opa 12 yil Rossiyada, Turkiyada yoki Qozog'istonda ishlagan bo'lishi mumkin. Har oy uyiga pul yuborgan, farzandlarini o'qitgan, uy qurgan. Lekin savol, u ishlagan mamlakatda rasmiy shartnoma bo'lganmi? U yerda pensiya badali to'langanmi? O'zbekiston bilan o'sha davlat o'rtasida pensiya stajini tan olish bo'yicha kelishuv bormi? Ish davrini tasdiqlaydigan hujjatlar tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Agar bular bo'lmasa, 12 yil real mehnat qilgan odamning pensiya hisobida bu davr ko'rinmasligi mumkin. Uchinchi xavf guruhi yakka tartibda ishlaganlar, o'zini o'zi band qilganlar, hunarmandlar, tikuvchilar, sartaroshlar, ustalar, taksichilar. Masalan, Umida opa uyda 15 yildan beri tikuvchilik qiladi. Mahalladagi hamma uni biladi, buyurtmasi ko'p. Lekin u o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tmagan, ijtimoiy soliq yoki pensiya uchun ixtiyoriy to'lov qilmagan. Ertaga pensiya yoshiga borganda men 15 yil tikdim degani yetarli bo'lmaydi. Tizim uchun savol bitta. Sizning faoliyatingiz qachon ro'yxatga olingan? Qaysi davr uchun to'lov qilganingiz bor? 4-xavf guruhi
ish beruvchiga ishonib yurgan xodimlar. Juda ko'p odamlar men rasmiy ishlayapman deb o'ylaydi. Aslida esa u bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan bo'ladi. Ba'zan oylik karta orqali tushadi. Lekin bu ham har doim rasmiy staj degani emas. Masalan, do'konda sotuvchi bo'lib ishlayotgan qizga har oy 2 million so'm karta orqali o'tkaziladi. U buni rasmiy oylik deb o'ylaydi. Lekin mehnat shartnomasi yo'q, buyruq yo'q. Soliq hisobotida xodim sifatida ko'rsatilmagan. Keyin u men 3 yil ishladim desa, ish beruvchi yo'q, u yordam berib yurardi deb turib olishi mumkin. Mana shu holat juda xavfli. 5-xavf guruhi ayollar. Ayniqsa uyda bola tarbiyasi, qarindosh parvarishi, norasmiy savdo, mavsumiy ish bilan band bo'lgan ayollar. Ko'p ayollar 20 yil oilasi uchun ishlaydi, lekin pensiya tizimi buni mehnat staji sifatida ko'rmasligi mumkin. Bola parvarishi bo'yicha ayrim davrlar qonunchilikda hisobga olinishi mumkin, lekin buning ham sharti, chegarasi, hujjati bor. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, mehnat daftarchasi, ta'til buyruqlari. Ish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Men uyda edim degan gapning o'zi yetarli emas. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz davlat tashkilotida yoki xususiy korxonada rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda yozuvlar to'g'ri bo'lsa, ish beruvchi siz uchun soliqlarni to'lagan bo'lsa, elektron bazada stajingiz ko'rinayotgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Odam 10 yil ishlagan, lekin korxona yopilgan, arxivga hujjat topshirilmagan. Mehnat daftarchasida muhr noaniq, lavozim yozuvi xato, ishga kirish sanasi bor, chiqish sanasi yo'q. Bitta kichik xato ham pensiya hisobida oylar yoki yillar yo'qolishiga olib keladi. Keling, raqamli misol qilaylik. Tasavvur qiling, 2 kishi bor. Birinchisi 25 yil rasmiy ishlagan, o'rtacha oyligi 3 million so'm bo'lgan, barcha to'lovlar qilingan. Ikkinchisi ham 25 yil ishlagan, lekin faqat 8 yil rasmiy, qolgan 37 yili norasmiy. Ikkalasi ham bir xil charchagan, bir xil ter topgan. Lekin pensiya hisobida birinchisinin 25 yili bor, ikkinchisinin 8 yili bor. Demak, ikkinchi odam yo umuman yoshga doir to'liq pensiya shartlariga yetmasligi, yoki pensiyasi juda kam chiqishi, yoki ijtimoiy nafaqa darajasiga tushib qolishi mumkin. Mana chaqasiz qoladi degan gapning hayotdagi ko'rinishi shu. Birinchi nozik jihat mehnat daftarchasi borligi har doim yetarli emas. Mehnat daftarchasidagi yozuv qonuniy, to'liq va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyruq raqami, sanasi, korxona nomi, muhr, mas'ul shaxs imzosi aniq bo'lishi kerak. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, qayta tashkil etilgan bo'lsa, hujjatlarda bog'liqlik bo'lishi kerak. Masalan, Navro'z servis keyin Navro'z savdo bo'lib ketgan. Sizning daftarchangizda bir nom, arxivda boshqa nom chiqsa, pension jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, oylik konvertda berilgan bo'lsa, pensiyaga zarar. Ko'pchilik rasmiy minimal oylik qolganini qo'lga olardik deydi. Bu bugun qulay tuyulgan. Chunki soliq kam, naqd pul ko'p. Lekin pensiya hisobida sizning rasmiy oyligingiz ko'rinadi. Konvertdagi pul ko'rinmaydi. Masalan, real oyligingiz 5 million bo'lgan, hujjatda 1 million ko'rsatilgan. Pensiya hisobida ko'proq 1 millionlik iz turadi. Natijada pensiya miqdori ham pastroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, chet el staji har doim avtomatik qo'shilmaydi. Odam men Rossiyada rasmiy ishlaganman deydi. Yaxshi, lekin hujjat qani? Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, pensiya fondiga to'lovlar, ish haqi ma'lumotlari, notarial tarjima, konsullik tasdiqlari kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi davlatlar bilan kelishuv bo'lsa ham jarayon vaqt oladi. Shuning uchun chet eldan qaytayotganda hamma hujjatni olib kelish kerak. Ish joyi yopilib ketgandan keyin hujjat topish ancha qiyin. 4-chi nozik jihat. Tadbirkor bo'lish avtomatik pensiya staji degani emas. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishning o'zi emas, tegishli davrlar uchun to'lovlar qilinganmi, faoliyat to'xtatilganmi, soliq qarzi bormi, shular qaraladi. O'zini o'zi band qilgan fuqarolar ham ro'yxatdan o'tdim, bo'ldi deb yurmasligi kerak. Har bir yil uchun pensiya stajiga ta'sir qiladigan to'lovlar tartibini tekshirish zarur. Chunki qonunchilikda miqdorlar, tartiblar o'zgarib turadi. 5-chi nozik jihat, arxiv muammosi. Sobiq kolxoz, shirkat, zavod, kichik firma, qurilish tashkiloti yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar arxivga topshirilmagan bo'lsa, stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Ba'zan guvohlar orqali tasdiqlash yo'llari bo'lishi mumkin,
Lekin bu ham har doim oson emas va har bir davrga tatbiq etilmaydi. Guvohning o'zi ham o'sha davrda siz bilan birga ishlaganini isbotlash kerak bo'ladi. 6-chi nozik jihat ism familiya xatolari. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Hujjatlarda bir joyda Gulnora, bir joyda Gulnara, bir joyda otasining ismi boshqa yozilgan bo'lsa, tizimini boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargani haqidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Bir har xatosam pension jarayonini cho'zib yuboradi. 7-chi nozik jihat. Pensiya yoshi yaqinlashganda emas, hozirdan tekshirish kerak. Men ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga chiqishiga 2 oy qolganda yugurishni boshlaydi. Arifga so'rov beradi, korxona yopilgan, rahbar vafot etgan, hujjat yo'q, muhr yo'q. Keyin asab, vaqt, xarajat. Eng to'g'ri yo'l 35 yoshda ham, 45 yoshda ham. Aytgan yoshda ham stajni tekshirib borish. Chunki pensiya muammosi pensiya yoshida boshlanmaydi. U norasmiy ishga rozi bo'lgan birinchi kundan boshlanadi. Birinchi qadam o'z mehnat tarifingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizga yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Korxona nomi nima edi? Lavozimingiz nima edi? Ishga kirgan va chiqqan sanangiz qachon? Rahbar kim edi? Oylik qanday berilgan? Hujjat bormi? Masalan, 2008 yil martdan 2012 yil iyungacha Baraka savdoda sotuvchi. Keyin 2012 yildan 2016 yilgacha maktabda farrosh. Keyin 2012 yildan 2020 yilgacha uyda tikuvchilik. Shunday ro'yxat qilmasangiz, qaysi davr yo'qolayotganini bilmaysiz. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda hamma yozuvlar bormi, sanalar mosmi, muhrlar o'qiladimi, ishga kirish va chiqish buyruqlari ko'rsatilganmi? Agar mehnat daftarchangiz ish beruvchida bo'lsa, nusxa so'rang. Agar elektron mehnat tizimida ma'lumotlar bo'lsa, ularni ham tekshiring. Ish beruvchi keyin qilamiz desa, kutmang. Sizning stajingiz, sizning mulkingiz, sizning kelajak pulingiz. 3-chi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlarining shaxsiy kabineti MyBokkagov. Uz kabi xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat va soliq izlarini ko'rish imkoniyati bo'lsa, foydalaning. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, mahalladagi kompyuter xizmatidan, davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Maqsad bitta. Siz uchun qaysi yillarda rasmiy to'lov bo'lganini ko'rish. 4-chi qadam, ish beruvchidan hujjatlarni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozimingiz, oylik miqdori, ish haqi hisoblanganligi haqida ma'lumotnomalarni tartibga soling. Buni uyalmay so'rang. Menga ishonmaysizmi desa, siz bu mening pensiya huquqim uchun kerak deb ayting. Rasmiy ishda uyat yo'q. 5-chi qadam, eski ish joylari bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, korxonaning huquqiy vorisiga, hokimlik huzuridagi tegishli bo'limlarga so'rov yuboring. So'rovda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davringiz, korxona nomi, lavozimingizni aniq yozing. Men falon yillarda ishlaganman. Mehnat stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yoziladi. Javobni albatta yozma shaklda oling. 6-chi qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchidan rasmiylashtirish talab qiling. Agar u rozi bo'lmasa, o'zingiz uchun boshqa variantlarni ko'ring. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik, ixtiyoriy ijtimoiy to'lovlar, qonuniy faoliyat shakllari. Bugun ozgina to'lovdan qochish ertaga bir necha yil pensiya stajidan ayrilish degani bo'lishi mumkin. 7-chi qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjat yig'ing. Mehnat shartnomangizni saqlang. Ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Oylik varaqalarini, soliq yoki pensiya badali to'langanini tasdiqlovchi hujjatlarni yo'qotmang. Ketishdan oldin hammasining nusxasini oling. Elektron shaklida telefon va elektron pochtangizda saqlang. Kerak bo'lsa tarjima qildiring. Chet eldagi yillarni keyin isbotlash eng qiyin masalalardan biri. 8-chi qadam, ayollar alohida e'tibor bersin. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan hujjatlar, bola parvarishi ta'tili bo'yicha buyruqlar, ish joyidan ma'lumotnomalar bir joyda tursin. Agar siz uzoq vaqt uyda bo'lgan bo'lsangiz, hozirdan rasmiy daromad va staj yaratish yo'lini o'ylang. Tikuvchilik, pishiriq, repetitorlik, sartaroshlik, parvarish xizmati bo'lsa ham, uni qonuniy shaklga keltirish mumkin. 9-chi qadam.
pensiya yoshiga yaqinlashgan yaqinlaringizni tekshiring. Otangiz, onangiz, qaynonangiz, amakingiz hammasi joyida deyishi mumkin. Lekin hujjatlarni ochib ko'rmaguncha ishonmang. Ayniqsa 1990 yillar. 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Ularga yordam bering, arxivga boring, davlat xizmatlari markaziga olib boring, pension jamg'armasi bo'limidan maslahat oling, 10-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Qayerga murojaat qilsangiz, yozma ariza bering. Javobni ham yozma oling. Agar staj hisoblanmasa, nima sababdan hisoblanmaganini yozma ravishda so'rang. Shunda keyin shikoyat qilish. Qo'shimcha hujjat topshirish yoki sud orqali huquqni himoya qilish imkoniyati bo'ladi. Og'zaki bo'lmaydi degan javob huquqiy asos emas. Yana bir muhim maslahat, hujjatlarni suratga olib, bulutli xotirada yoki elektron pochtada saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, shartnomalar, arxiv javoblari yo'qolib qolmasin. Ko'p odamlar hujjatni sandiqda saqlaydi, uy ko'chadi, suv tegadi, yo'qoladi. Pensiya hujjati bu oddiy qog'oz emas. Bu kelajakdagi oylik daromadingizning isboti. Demak, azizlar, 9.3 sonli qonun pensiyasiz qoldiradi degan gapni faqat qo'rqinchli sarlavha sifatida qabul qilmang. Asl xavf qonunining raqamida emas, sizning stajingiz hujjat bilan tasdiqlanmaganida. Kim rasmiy ishlagan, to'lovlari bor, hujjatlari to'liq, elektron bazada ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, u nisbatan xotirjam. Kim norasmiy ishlagan, chet eldagi davrini tasdiqlamagan, ish beruvchiga ishonib hujjat olmagan, o'zini o'zi band qilmagan, arxiv ma'lumotlarni yig'magan bo'lsa, u albatta hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga eng oddiy, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Pensiyani pensiya yoshida emas, bugun himoya qiling. Bugun bitta shartnoma, bitta arxiv ma'lumotnomasi, bitta rasmiy to'lov ertaga sizni chaqasiz qolishdan saqlab qolishi mumkin. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Odam ishlagan, lekin staj chiqmaganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu bitta odamning emas, har bir oilaning kelajagiga tegishli.